Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen at selip, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Ebu Ubeyde İbn Cerrah. Her qandaq bir milletning ishonchlik odami bor. Bu milletning ishonchlik odami Ebu Ubeyde Muhammad alayhissalom. Ebu Ubeyde chiroyidan nur yig'ib turadigan, qaddi qomati kelishgan, egiz bo'yliq, uruq, zilva odam bo'lib, qarg'uvchining ko'zi rohatlanib, uning bilan uchrashgan kishi chiqishib do'st bo'lib qoldigan xush tabiatlik kishi edi. Uning ustiga u yana nihoyatda kamtar, sharmi hayoliq kishi edi. Biroq mardlar sinildigan maydonlarda bo'lsa, xuddi hujumga tayyorlangan yo'lbosqa aylanadi. Mana bu kishi Muhammad alayhissalomning millatining ishonchlik odami Amir ibn Abdullah ibn Jarrah bo'lib, Ebu Ubeyde deb atalgan. Abdullah ibn Umar uni sifatlab, Quraysh qavmi ichida yuzi eng nurliq, axloqi eng go'zal, nihoyatda hayoliq, hargiz yolg'on so'zlamaydigan, boshqalarni yolg'onchiga chiqarmaydigan 3 odam bor bo'lib, ular Abu Bakr, Osman ibn Affon va Abu Ubeyde degan edi. Abu Ubeyde dastlabki qadamda islomga kiruvchilardan bo'lib, Abu Bakrdan bir kun keyin Abu Bakrning vasitasi bilan iymon etgan. Abu Bakr uni Abdurrahman ibn Auf, Osman ibn Maz'un, Arqam ibn Abul Arqamlar bilan billa payg'ambar alayhissalomning oldiga ilib bordi. Ular shahodat kalimasini aytdi. Shuning bilan u buyuk islom dinining tayanch to'riklaridan bo'lib qoldi. Abu Ubeyde boshqa musulmonlar beshidan kechirgan ig'ir sinoqlarni beshidan kechirdi. U dastlabda iymon etgan musulmonlar bilan birga hech qanday birining agashkuchlari tortmagan ig'ir azob oqibatlarini tortdi. Lekin u hech qanday tavranmay, Alloh va uning payg'ambariga sodiq bo'ldi. Badr urushida uning beshiga kelgan sinoq har qanday bir insonning tasavvuriga sig'maydigan sinoqlardan edi. Bu kuni Abu Ubeyde o'limdan qo'rqmas jasorati bilan dushman sepini yirib yurib jang qildi. Uning jasorati dushmanlarni sarosimaga silavatdi. Qurayshlarning otliq askarlarimi uning hujumidan ehtiyot qilishib, har qitim uning udluga to'g'ri kelib qolsa, o'zlarini chetga ilishatdi. Lekin ular ichidagi bir odam u har bir hujumga o'tganda uning oldida turib oladi. Abu Ubeyde u odamdan o'zini qochirib, uning bilan uchrashishdan qochatdi. Yiliqi odam hujumini kuchaytirdi. Abu Ubeyde deb u odamga hujum qilib qilishdan o'zini qochirib tursimi, u odam uning bilan boshqa dushmanlar orasida turib olib, oxirida uning savri qotisini tashtirib etdi. U chidab turolmay, qilich bilan oldidagi u odamni chipib, o'ttirdan 2 parcha qilib etdi. U odam yerga yiqildi. Hurmatli kitobxon, siz u odamning kim ekanligini bilamsiz? U bo'lsa-mu hech kimning tasavvuriga sig'maydigan bir shaxs bo'lib, dal Abu Ubeydening otasidir. Abu Ubeyde o'z otasini chepib tashladi. Yo'q, u otasini emas, balki otasining dilidagi sherik aqidasini chepib tashlagan edi. Uning haqqida Alloh taolo Alloh va oxiratga ishongan kishilarning Alloh va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni, ularning onalari, o'g'illari, qarindoshlari, urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ana shularning iymonini Alloh mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoldi. Allah ulardan razı buldu.
Allohdan ularmo mamnun bo'ldi. Ana shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishguchilardir, dedi. Uning dadisini o'ldirishi hargizmo tasodifiy yuz bergan ish bo'lmasdan, balki uning Allohga bo'lgan iymoni, payg'ambar alayhissalom ilib kelgan dinga bo'lgan sodiqligi, Allohning dargohidagi nurg'ungan ruhlar havas qilgudek darajaga yetgan edi. Muhammad ibn Ja'far rivoyat qilib mundaq deydi: Xristianlardan tarkib topgan bir büyük elchilar payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Abul Qosim, bizga xitlab qilishib qolgan ishda hukm chiqarishi uchun sahobalarning ichidan o'zing rozi bo'ladigan bir navbatgan. Bizning nazarimizda sizlar rozi bo'lgudek hukm chiqarg'uvchisizlar", dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar kechdi kelinglar. Men sizlarga nihoyat ishonchlik birisini qo'shib beraman", dedi. Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men o kuni peshin namozi uchun masjidga burun chiqdim. Garchi men huquqqa qiziqmasammi, lekin shu kuni ashu ishonchlik kishining men bo'lib qolishimni to'liq umid qildim. Peshin namozini o'qib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom atrofga takshi nazar silib chiqdi. Men meni chaqirib qolskan deb bo'ynimni so'zib qarab ketdim. Biroq payg'ambar alayhissalom toki Abu Ubaydani ko'rguncha hamma yoqqa qarab uni topgandan keyin uni chaqirib, sen ular bilan birga berib, ular ixtilof qilishib qolgan ishda ular orasida adil hukm chiqarib berib kelgan", dedi. Men o'z-o'zimga bu sharafga u erishib oldi, dedim. U ishonchlik bo'lib qolmay, yana nihoyat omonatdor edi. Uning bu xislati nurg'un ishlarda ifodalangan edi. Bir qitim payg'ambar alayhissalom uni Qurayshlardan bir qancha kishi bilan karvonlarning ahvolini bilib kelishga vatdi. Ular bilan bir tulum xurmo berdi. Oziqlik uchun bundan boshqa narsa yo'q edi. U har kuni har bir odamga bir talla xurmo beradi. Kishilar bu xurmoni sho'raytdi. Ondan suv ichadi. Bu ularning bir kecha kunduzlik oziqi edi. Uhud urushida musulmonlar mag'lub bo'lganda mushriklarning boshliqlari "Bizga Muhammadni ko'rsatinglar. Bizga Muhammadni ko'rsatinglar", deb tovlashga boshildi. Ana shu halqliq vaqtda Abu Ubayda payg'ambar alayhissalomni jon pidoliq bilan qo'g'dab turgan 10 sahobaning biri edi. Jang oxirlashgan chog'da payg'ambar alayhissalomning udul tishi tushib, chekisi yerilib, savutining 2 tal halqasi uning mangziga kirib ketgan edi. Abu Bakr kelib halqini olmoqchi bo'lgan edi. Abu Ubayda: "Men qasam qilayki, bu ishni menga qo'y", dedi. Abu Bakr uningga berdi. Abu Ubayda agar qo'li bilan tortganda payg'ambar alayhissalomga azor yetishdan ansirab, halqini udul tish bilan tortgan edi. Uning udul tishi tushib ketdi. Ondan yana bir udul tishi bilan halqining yana birini tortdi. Shuning bilan yana bir udul tishimi tushib ketdi. Abu Bakr: "Abu Ubayda tishi tushib ketganlarning eng chiroylisi bo'ldi", dedi. U payg'ambar alayhissalom hayot chig'idagi barliq g'azotlarga to'liq qatnashgan edi. Saffa kuni, ya'ni Abu Bakr Siddiq xalifalikka o'ltirgan, uningga bayat qilingan kuni Umar Abu Ubaydiga: "Qo'lingni och, men senga bayat qilay. Chunki men payg'ambar alayhissalomning har millatning bir ishonchlik odam bor. Sen bu ummatning ishonchlik odami" deganni anglaydim, deydi. Abu Ubayda: "Men payg'ambar alayhissalom namozga imom bo'lishga buyurgan. Hatto payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganiga qadar imom bo'lgan odamning oldiga o'tolmayman", dedi. Ondan u Abu Bakr Siddiqqa bay'at qildi va Abu Bakrning ishlarida yaxshi maslakdosh, yaxshi yordamchi bo'lib qoldi. Xalifalik vazifasi Umarga kelganda, u yana xalifa Umarga bay'at qilib, uning yaqin odamlaridan bo'lib,
Tövəndə hikoya qilinmoqchi bo'lgan bir ishdan boshqa har qanday ishda uning buyrug'idan chiqmadi. Siz uning buyrug'iga bo'ysunmagan ishning zodi qaysi ish ekanligini bilishga qiziqamsiz? Bu ish Abu Ubayda Sham diyorida turgan chog'larda yuz bergan edi. Allah uning qo'li orqali butkul Sham zaminni fath qilganiga qadar u Sham diyoridagi musulmonlarga yetakchilik qilyotdi. İşğal qilingan rayonlarning doirasi sharqda Furat daryosigacha, shimolda Kichik Osiyagacha kengaygan edi. Bu mezgilda Sham diyorida azaldan oz ko'riladigan vabo kasal tarqab, nurg'un kishilar halok bo'lishga boshladi. Xalifa Umar Abu Ubaydadan ansirab, oxiri uningga: "Sana jiddiy hojatim bor. Sendan boshqa biri bu ishning hojatidan chiqolmaydi. Tez qaytib kel" degan mazmunda xat yozdi. U Umarning xatini topshirib olgandan keyin: "Men mu'minlarning boshliqining hojatini bildim. U hayot qila olmaydigan bir odamning hayot qilishini talab qilyotdi" dedi. Hamda mundaq deb javob xat yozdi: "Mu'minlarning xalifasi, sizning menga bo'lgan hojatingizning nima ekanligini bildim. Men musulmonlar qo'shini ichida turib, ularning beshiga kelgan balo qazodan o'zimni qochirishni loyiq ko'rmayman. Hatto Allah ular bilan mening orliqimda o'z hukmini chiqarguncha men ulardan ayrilishni xohlamayman. Siz bu xatni topshirib olgan hamon meni buyrug'ingizdan ozod qilib eting. Ham mening bu yerdan ketmasligimga ruxsat qiling" deb javob yozdi. Umar xatni o'qib bo'lib yig'lab ketdi. Boshqalar uning bu qadar qattiq yig'laganligini ko'rib: "Ey mu'minlarning xalifasi, Abu Ubayda o'libdimi?" deb so'radi. "Yo'q, lekin yaqinlashib qopti" dedi. Umarning gumoni rost chiqdi. Oradan uzun o'tmay Abu Ubayda vabo kasaliga giribtor bo'ldi. O'lim uningga yaqinlashganda u qo'shindagilarga mundaq vasiyat qildi: "Men sizlarga shundoq bir vasiyat qoldirayki, agar uni qabul qilsanglar, davomli ustida tursizlar" dedi va buni vasiyatni qildi: "Namoz o'qinglar, Ramazon ro'zasini tutinglar, sadiqa qilinglar, haj qilinglar, kishilarni haqqa tavsiya qilinglar, rahbaringlarga nasihat qilinglar. Ya'ni ular biror ishda xatolashsa, u xatosini ularga ko'rsatib qo'yinglar. Ularni aldamanglar. Ya'ni xato qilgan ishlarni ko'rsatib bermay qolmanglar. Mol dunyo sizlarni halok qilmasin. İnson 1000 yil yashagan taqdirdimi, yanada sizlarga ma'lumlik bo'lgan bu o'limdan qochib qutulg'il bo'lmaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh" dedi. Ondan Muozga: "Ey Muoz, kishilarga namoz o'qib ber" dedi. Oradan uzun o'tmay uning ruhi osmonga ko'tarildi. Muoz o'rnidan turib: "Ey xaloyiqlar, sizlar yaxshi bir qarindoshinglardan ayrildinglar. Allohning nomi bilan qasamki, men qalbi buningdimi pok, adovatdan yiroq, oxiratni buningdimi bak yaxshi ko'rdigan, buningdimi bak yaxshi nasihat qildigan boshqa biror odamni ko'rib boqmadim. Uningga Allohdan rahmat tilanglar. Allah sizlarga mo rahmat qilsin" dedi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari